saharlarda bodom gulida binafsha labida yerlarda bahor qushlarning parvozi yellarning nozi baxmal vodiylarda qirlarda bahor salqin saharlarda bodom gulida binafsha labida yerlarda bahor qushlarning parvozi yerlarning nozi baxmal vodiylarda qirlarda bahor qancha sevar eding bag'ri bahorni o'rik gullarini eding maftuni har uyg'ongan kurtak hayot bergan kabi ko'zlaringga surtib o'parding uni salqin saharlarda bodom gulida binafsha labida yerlarda bahor qushlarning parvozi yellarning nozi baxmal vodiylarda qirlarda bahor Assalomu alaykum, hurmatli tumandoshlar, yurtdoshlar. Ayni damda Yangiobod tumanida Baxmal vodiylarda qirlarda bahor bayramlari davomiy nishonlanib kelmoqda. Bugun Yangiobodimizda ham ko'tarinki ruhda, juda ham chiroyli kayfiyatlarda aynan Baxmal vodiylarda qirlarda bahor tantanasi bo'lib o'tmoqda. Xalqimizni ko'zda quvonch, aynan bahoriy bayramlarga qolaversa, yoshlarimiz birgalashib bugungi bayramni juda ham chiroyli tarzda o'tkazmoqdalar. Parvozi yellarning nozi baxmal vodiylarda qirlarda bahor salqin saharlarda bodom gulida binafsha labida yerlarda bahor qushlarning parvozi yellarning nozi baxmal vodiylarda qirlarda bahor baxmal vodiylarda qirlarda bahor